Bujur. Yangamlar yaxshimisiz? So'lar yaxshimi, charchamayapsizmi? Yangamilla? Endi biz Buxoro jinida Vobkindan. Amirizga muntazirman. Sizni 3 ta tilagingizni amalga oshiraman. Yoshlar yoshda. Juda bo'pti. Meni birinchi tilagim mashina. Bo'ldi, tamom. Qarang, grafika dizaynerni onasini emdiraman-da. Aytdim-ku, yoshlar yoshda dedim. Yuring, o'zimiz mashina qo'ymas. Oba jinlarni ham faqat jim bilan shartnomasi bo'ldi deyman, ha. Ikkinchi tilagim menga 10 ming dollar pul ber. Bo'ldi, tamom. Bo'ldi, kartanga tushdi, tamom. Plastikingizda necha pul bor? O 500 minglar bor. Rahmat. Uy, kuydi. Meni keyingi tilagim dugonalarim bilan chet elga aylanish. Ey, najdak bilan qilsang ham foydasi yo'q. Bo'ldi, tugadi. Davay, yangi so'q bo'ling, ishlagan bo'z, davay. Dadasi, chet elga borib dam olib kelamizmi? O'zimiz. Chet elga plajga borib, qumlarga ko'milib. O'z tuproq bo'lib o'tiribmiz. Ey, jin tilagini bajarguncha Newtonning yangi qonuni jin 3 ta tilaging bajarish mumkin. A erga tegsang, ering 1 tilaging bajaradi.